Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan videolarimizni professional darajada montaj qilishni o'rganamiz. Albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa siz ham mana shu videoni ko'rib, videolaringizni to'liq o'zingiz montaj qilishni o'rganib olasiz. Buning uchun bizga videolarimizni montaj qilish uchun CapCut'ni eng yaxshi versiyasini tanlab olamiz. Play Market'dagi eng oxirgi versiyani yuklab olishni maslahat bermaymiz, sababi u CapCut'imiz ancha reklamalar ko'p va ishlash uchun noqulay. Hozir sizlarga eng zo'r CapCut versiyasini yuklab olishni ko'rsataman. O'sha CapCut'ni yuklab oling va biz montajni boshlaymiz. Buning uchun siz Google'ga kirasiz va Google'ga siz CapCut Old Version degan qidiruv berishingiz kerak bo'ladi. Hozir qayerdan yuklab olishni ko'rsatib beraman. CapCut'ga kiramiz va qidiruvga biz mana shu iborani kiritamiz. CapCut Old Version deb yozamiz va birinchida turgan mana shu saytning ustiga bosamiz. Shu saytning ustiga kirsak, mana shu yerda CapCut'ning versiyalar turibdi. Pastroqqa tushirasiz, mana ko'ryapsiz, kamayib boryapti. Iyunning 21-sida yuklangan versiya. Pastroqqa tushiramiz, See More deganni bosib, pastroqqa tushirib, oxiridagi versiyalarni ko'rsangiz bo'ladi. Mana 2025-yilga ham o'tadi. 2024-yilgi versiyalarni yuklab olsangiz, ancha ishlashga oson bo'ladi. U versiyalarda reklamalar mavjud emas va juda ham ishlashga oson. Bizda bu ilova yuklangan. Agar bu yerga kirib yuklab olish qiyinroq bo'lsa, Telegram kanalga o'tib ham yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Linkni shunda kommentariyada bosib yuklab olishingiz mumkin. Biz hozir CapCut'ga kirib to'liq montaj bilan tanishishni boshlaymiz. CapCut'ga kirganimizda bu sal eskiroq versiyasi, bu ishlash uchun ancha qulay bo'ladi. Birinchisiga o'tamiz va New Project degan tugmani bosib, biz video montajlarimizni boshlasak bo'ladi. Videolarni yaratish uchun siz xohlasangiz rasmlarni video qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam tayyor videolaringizni montaj qilishingiz mumkin. Hozir men sizlarga rasmlar orqali biz videolarimizni montaj qilishni ko'rsatib o'tamiz. Hozir sizlarga eng ko'p ishlatiladigan funksiyalar bilan tanishtiramiz. Birma-bir ko'rib chiqamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan rasm yoki videoni tanlaymiz va bizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda ko'ryapsiz, mana bu bo'lim bizni videolarimiz yoki rasmlarimiz turadigan bo'lim. Mana shu yerda video rasmlar turadi. Ekranni o'ngga yoki chapga qilib, vaqtlarni sozlab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda nechinchi soniya turgani ko'rsatib boriladi. O'ngga yoki chapga surib, o'zimizga kerakli vaqtni tanlab olamiz. Eng birinchi navbatda videoni eng oxiriga o'tamiz va CapCut yozuvini o'chirib tashlaymiz. Bir marta ustiga bosamiz va pastda ko'ryapsiz, buyruqlar bo'limidan mana shu joydan o'ngroqqa suramiz. O'ngroqqa sursak, delete degan o'chirish tugmasi turibdi. O'chirib tashlaymiz. Endi bemalol biz videolarimizni montajini boshlashimiz mumkin. Yana kerak bo'ladigan eng muhim funksiyalardan bittasi videomizning formati. Uzun video televizorda tomosha qilinadigan format bor, shorts video formatlari bor. O'zingizga keragini tanlab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan eng birinchi bosh sahifadan ratio degan tugmani bosasiz. Ratio degan tugmani bosib, o'zingizga kerakli bo'lgan formatni tanlab olsangiz bo'ladi. Birinchida turgan TikTok va Instagram videolari uchun o'tadi. Ikkinchida turgan 1:1 Instagram post formati, 16:9 YouTube uchun, televizorlar uchun tushadigan format. Bu yerda yana bir nechta kino formatlari ham bor. O'zingizga kerak bo'lgan formatni tanlab olasiz. 16:9 degan formatni tanlab oldik. Mana shu narsalar eng boshlang'ich narsalar hisoblanadi. Endi keyingi navbatda qaraydigan bo'lsak, videomizning orqa qismida orqa fon yo'q. Bu yerga biz hozir orqa fonni ham qo'yamiz. Eng bosh sahifadan biz oxirrog'iga o'tkazamiz. Canvas degan tugmani topamiz. Hozir bu eng bosh sahifada hech qanday tugma bosilmagan, eng oxirgi qismiga o'tamiz. Canvas degan tugmani bosamiz. Mana shu Canvas degan tugmani bosganimizda biz videomizning orqasiga fon o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu 3-da turgan blur degan tugmani bosganimizda rasmimizni xiralashtirilgan varianti orqada paydo bo'ladi. Ko'ryapsiz? Mana bu rasm orqada xiralashtirilgan varianti. Mana bu yashil rasm ekan. Mana ko'k rasm, orqasida ham ko'k, mana shu rasmni xiralashtirilgan varianti paydo bo'ladi. Shunday o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisi ko'radigan bo'lsak, o'rtada background degan tugma bor. Mana shu tugmani ustiga bir marta bosganimizda mana bu joyidan biz galereyadagi rasmlarimizni orqa fonga joylashtirsak bo'ladi. Bir marta ustiga bosamiz.
bir marta ustiga bosib galereyadagi rasmimizdan joylashtirsak bo'ladi. Mana galereyadagi rasmimizni joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Endi uchinchisi, birinchida turgan color degan tugmani bosib biz xohlagan rangimizni orqa fonga o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, orqa fonga joylashtirdik. Endi biz keyingi funksiyalarga o'tishni boshlaymiz. Yana bir kerak bo'ladigan funksiyalardan biri, rasmlarimizni tanlab oldik va biz esimizga tushib qoldi. Mana shu 5-soniyaga biz qandaydir yana rasmni yuklamoqchimiz. Biz qayerdan olamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Endi biz mana bu tugmani ustiga bosamiz. Mana ko'ryapsiz, ekranning o'ngroq qismida plus degan tugma turibdi. O'sha tugmani ustiga bir marta bossak, biz yana rasm yoki videolarni qo'shishimiz mumkin. Mana bu rasmni qo'shmoqchiman. Mana ko'ryapsiz, ekranda yangi rasm paydo bo'ldi. Biz yangi rasmni kadrlarning orasiga taxlab qo'ydik. Mana shu rasmni joylashtirdik. Yana kerakli bo'ladigan funksiyalar mana bu rasmda ko'ryapsiz. Ranglar sal xiraroq ko'rinishi mumkin. O'zingizga moslab ham to'g'rilab olishingiz mumkin. Mana bu bosh sahifadan biz o'ngga o'tamiz. O'ngroqqa o'tkazganimizda adjust degan tugmani bosganimizda ranglarni sal to'yintirishimiz mumkin bo'ladi. Adjust degan tugmani ustiga bosamiz va biz yorug'liklarni o'zimizga moslashtirib olsak bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, rasm ancha tiniqlashdi. O'zimizga moslashtirib mana shunday tayyorlab olsak bo'ladi. Buni biz mana bu tiniqlashtirilgan variantni mana bu past qismida ko'rinib turadi, adjust degan tugma. Shuni biz o'ngroqqa sursak, boshqa rasmlarga ham qo'llasak bo'ladi. Mana bu rasmga ham qo'llasak bo'ladi, bunisiga ham qo'llasak bo'ladi. Xohlaganimizga ishlatib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Agar siz qanday to'yintirishni, rasmlarni qandaydir o'zingizga moslay olmayotgan bo'lsangiz, filtr degan joyga o'tib, maxsus funksiyalarni tanlab olsangiz ham bo'ladi. Filtr degan joyga o'tasiz, o'zingizga yoqqanini tanlab olsangiz ham bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, ancha ko'p funksiyalar mavjud. Xohlagan bittani tanlab, xohlasangiz qoraytirsangiz bo'ladi, xohlasangiz yana boshqacha turdagi rasmlarni foydalansangiz bo'ladi. Buni ham xuddi o'sha tarzda o'ngroqqa surib, qolgan rasmlarga ham foydalansangiz bo'ladi. Videoni o'tkazib yuborishga shoshmang, sababi biz hali juda ham ko'p funksiyalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Xudo xolasa hamma funksiyalarni ko'rsatib o'tamiz. Endi keyingi navbatda biz videolarimiz orasiga matnlarni qo'shishni o'rganamiz. Buning uchun eng bosh sahifadan siz mana shu text degan tugmani topasiz. 3-da turibdi, 3-buyruqlar bo'limida text degan tugma bor. Text degan tugmani bosib biz add text degan tugmani bosamiz. Birinchida turgan tugma. Mana shu tugmani bosib biz videolarimiz orasiga matnlarni joylashtirsak bo'ladi. Masalan, salom deb yozdik. Endi birinchida turgan font degan tugmani ustiga bir marta bosganimizda yozuvni shriftlarini o'zgartirsak bo'ladi. Pastroqqa tushiramiz. Pastroqqa tushirganimizda xohlaganimizni ko'rib tanlab olishimiz mumkin. Bizga masalan mana shu stil yoqdi. Kattalashtirsak bo'ladi. Ikkita barmog'ingizni tekkizasiz va kattalashtirasiz. Mana shunday kattalashtirib olsangiz bo'ladi. Endi ikkinchida turgan stil degan joyga o'tganimizda yana boshqacha funksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerga o'tib, chetki qismlarini qoraytirdik yoki bo'lmasam ichini qora, sirtini oq qilib, xohlagan tarzimizda tayyorlab olsak bo'ladi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, yana bir nechta funksiyalar bor. Buni o'zingiz ko'rib, tanishib chiqsangiz bo'ladi. Bundan ham 1-2ta keraklilarni ko'rsataman. Glow degan joyga o'tadigan bo'lsak, buni yaltiratib beradi. E'tibor bering, bu funksiya premium versiyasi, buni ishlatish mumkin emas ekan. Ko'pchilikda yana savollar tug'ilishi mumkin. Videoni yasab bo'ldim, lekin galereyaga saqlay olmayapman degan savollar bo'ladi. Siz katta ehtimol bilan CapCut'ni premium versiyasini ishlatib qo'ygan bo'lasiz. Mana ko'ryapsiz, Pro degan yozuv o'tiribdi. Ana shunaqa funksiyani ishlatib qo'ygan bo'lsangiz, siz videolarni galereyaga saqlay olmaysiz. Bunday funksiyani ishlatmaymiz. O'chirib qo'yamiz. 4-dagi background degan joyga o'tadigan bo'lsak, bizni yozuvimizga orqa fon qo'shsak bo'ladi. Mana shuni bosib, orqa fon qo'shsak bo'ladi. Orqasiga yana rangli format qo'shdik. Bu yerdan orqa fonni rangini ham to'g'rilab olsa bo'ladi. Keyingisida yana keraksiz narsalar. Bu joylashuv harflarni o'ng tomonga to'g'rilab beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonga moslab beradi. O'ng tomonga saralanadi. Endi yana keyingi funksiyalardan bittasi effekt degan joyga o'tganimizda yana boshqacha shriftlarni ko'rsak bo'ladi.
o'zimizga yoqqanini tanlab olsak bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'p. Endi animatsiya degan bo'limiga o'tadigan bo'lsak, animatsiyada yana bu harflarni harakatga keltirsak bo'ladi. Ko'ryapsiz? O'zingizga yoqqanday tayyorlab olsangiz bo'ladi. Shunday tayyorlab olishimiz mumkin. Davom etamiz. Endi yana bitta funksiyani ko'rsatib o'taman. Bu ham juda ham kerakli funksiya bo'ladi. Aynan mana shu 12-soniyaga men ikkita rasmni joylashtirmoqchiman. Qarayapmiz, ekranda bitta rasm bor yoki bu joyda ekranda bitta rasm bor. Mana shu rasmning ustiga men yana bitta rasmni qanday joylashtirishim mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Endi 4-dagi joyga o'tamiz. Overlay degan tugmani ustiga bosamiz. Overlay degan tugmani ustiga bosib biz mana shu aynan 8-soniyaga biz ikkita rasmni joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, yana bitta rasm. Rasmning ustiga yana bitta rasmni joylashtirib qo'yishim mumkin. Xohlasam 3 ta rasm qo'yishim ham mumkin. Mana yana bitta rasm. O'zingizga yoqqaniday qilib, xohlasangiz 10 ta rasmgacha, xohlasangiz 100 ta rasm qilib joylashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni siz mana shu rasmning ustiga bosib, vaqtlarini to'g'irlab, o'zingizga yoqqanday ekranni xohlagan joyiga olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Endi yana kerakli funksiyadan bittasi videomizga musiqa qo'yishni ko'rib chiqamiz. Mana bu ikkinchida turgan tugma bor, audio degan tugma. Audioning ustiga bir marta bosamiz va birinchisida turgan sound degan tugmani ustiga bosamiz. Sound degan tugmani bosamiz va telefonimizga saqlab olgan musiqalarimizni joylashtiramiz. Mana shu ikkita tugmani bosishimiz kerak. Mana shu yerda bizni musiqalarimiz ko'rinadi. Mana bu tugma, buni sal teparoqqa suraylik. Mana bu tugmani bosamiz va mana bu tugmani bosamiz. Mana shu ikkita tugmani bosganimizda pastki qismda musiqalar ko'rinishi boshlaydi. Afsuski men telefonimda musiqalar saqlanmagan, sizda ko'rinadi. Mana bu ikkinchi tugma va from device degan tugmani bosganimizda pastki qismda sizni saqlab olgan musiqalaringiz ko'rinadi. Xohlagan bittasini tanlab, o'zingizni videoingizning orasida ishlatishingiz mumkin. Endi yana keyingi kerakli funksiyalardan bittasi, yana o'sha musiqa bo'limidan, audio degan bo'limdan biz videolarimiz orasidagi musiqani ham joylashtirsak bo'ladi. Mana bu extract degan tugmani ustiga bossak, videomizning orasidagi musiqani joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Masalan, mana shu videoning orasida musiqa bor. Mana ko'ryapsiz, joylashtirildi. Mana shu musiqani ham men joylashtirib qo'ysam bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, musiqa videoning orasiga joylashtirildi. Endi yana kerak bo'ladigan funksiya, o'zingizni ovozingizni ham joylashtirsangiz bo'ladi. Videoga o'zingiz ovoz bersangiz bo'ladi. Mana bu record degan tugmani bosganimizda biz videomizga ovoz bersak bo'ladi. Avval birinchi eng bosh sahifadan audio degan tugmani bosasiz va record degan tugmani tanlashingiz kerak. Mana shu record degan tugmani bosib, bemalol siz ovoz bersangiz bo'ladi. Yana bir yaxshi funksiyalarning bittasini ko'rsatib o'taman. Mana shu ko'ryapsiz, ekranda ikkita rasm turibdi. Bitta rasmni biz harakatga keltirmoqchimiz. Mana shu ekranda turgan rasmni harakatga keltirib ko'ramiz. Mana ekranda ko'ryapsiz, bitta rasm turibdi. Buni men chapdan o'ngga harakatlantirmoqchiman. Avval ekranni tashqari qismida rasmni o'tkazib qo'yaman va qarab turasiz, mana bu joyini bosamiz. Mana shu tugmani bir marta bosishimiz kerak. Shu tugmani bir marta bosamiz va vaqtni biz o'ng tomonga suramiz. Ekranni pastki qismidan ushlaymiz. Barmog'ingizni ekranning qora joyiga mana shu bitta qismiga tekkizasiz va o'ngga tomon harakatlantirasiz. O'ng tomonga harakatlantirasiz va rasmning ustiga bir marta bosasiz. Rasmni o'ng tomonga chiqaramiz. Endi biz videoni ko'rishimiz mumkin. Mana. Ko'ryapsiz? Rasmimiz harakatga keldi. Yana boshqacharoq funksiyalarni biz ko'rishimiz mumkin. Hozir yana bitta rasmni joylashtiraman. Endi bu rasmni biz boshqacharoq qilamiz. Rasmni sal boshqacharoq qilamiz. Birinchi qismiga vaqtni eng bosh qismiga o'tamiz va yana o'sha plus degan tugmani ustiga bir marta bosamiz. Endi biz rasmni kichik holidan kattalashgan holga aylantiramiz. Mana hozir rasmimiz juda kichik. Endi o'ng qismga olib o'tamizda kattalashtiramiz. Endi bir marta ko'ramiz. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa funksiyalardan biz foydalanishimiz mumkin. Yana bir kerakli funksiyani ko'rsatib o'taman. Videomiz uchun yangicha effektlarni qo'shsak bo'ladi. Bu
bu funksiyani biz effektlar bo'limidan topishimiz mumkin. Effekt degan tugmani ustiga bosamiz. Mana shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bu yerdan bizga video effekt degan tugmani bosganimizda bizda bir nechta chiroyli funksiyalar kelib chiqadi. Pro versiyasini tanlamang, tanlamaslikni maslahat beraman. Bu pullik funksiyalar. O'zimizga kerakli bir chiroylirog'ini tanlashimiz mumkin. Mana ko'ryapsiz. Videoni boshlanish qismiga yoki bo'lmasa o'zingizga yoqqan joyiga taxlab qo'yishingiz mumkin. Har xil funksiyalardan videoingizni orasida foydalanishingiz mumkin. Chaqmoqli funksiyalar bor. Yana har xil funksiyalarni o'zingizga yoqqanini ko'rib tanlab olsangiz bo'ladi. Yana muhim funksiyalardan bittasi rasmimiz uchun effektlardan, yangicha effektlardan foydalansak bo'ladi. Bu effektda bizda sun'iy intellekt ham mavjud. Mana bu rasm ustiga bosib siz effekt degan tugmani bosasiz. Effekt degan tugmani bosib, photo effects degan 3-da turgan tugmani bosganimizda sun'iy intellektdan foydalangan funksiyalarni biz foydalansak bo'ladi. Masalan, videoingiz mana bitta rasm bor videoning orasida. O'sha rasmni biz orqaroqdan olingan qilib joylashtirishimiz mumkin. Buni sun'iy intellekt yordamida qilinadi. Mana shunday funksiyalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Aytgancha bizda yana bitta funksiya, kerakli funksiyalardan bittasi qolib ketdi. Eng bosh sahifaga o'tganimizda stikerlar degan bo'lim bor. Stiker degan tugmani ustiga bosganimizda biz yangicha stikerlarni joylashtirsak bo'ladi. Masalan, obuna bo'lish degan stikerlarni qo'ysak bo'ladi. Yoki bo'lmasam yana boshqacha yana strelka bor. Yana boshqacha funksiyalarni ham ko'rishimiz mumkin ekan. O'zingizga yoqqanlarini tanlab olib ishlatishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan eng kerakli funksiyalarni ko'rib chiqdik. Video uchun yordam beradigan, video tayyorlash uchun ancha kerakli bo'ladigan funksiyalarni ancha ko'pini ko'rib chiqdik. Yana o'z sizga kerak bo'ladigan funksiyalar bo'lishi mumkin orasida. Bu yerda juda ko'p professional funksiyalar bor. Biz ularni ko'rib chiqqanimiz yo'q. Agar kimdadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiramiz. CapCut'ning bu versiyasini siz Telegram kanalimizdan ham topsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa, videoni boshida ko'rsatib o'tdik. Google'dan ham yuklab olsangiz bo'ladi. Kim video yasashga qiynalayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa, video yasab berish xizmatlarimiz bor. Bemalol bizga yozishingiz mumkin Telegram kanaldan. Hammasi kommentariyada havola tashlab qo'yiladi. Havola orqali o'tib, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Videolaringiz arzon va sifatli qilib yasab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi.